Shu hozir Ka'batullohga boramiz. Faraz qiling, mana devor Ka'ba. Shu darajada boramizki, oldinglarda, orqanglarda erkak kishilar sizlarni himoya qiladi. Boshqa erkak kishilar tegmasligi uchun. Mana Ka'baga borganingizda ayol kishi, erkak kishi yonma-yon turgan bo'ladi. Lekin siz yopishib ketmaysiz Ka'baga. Bizda ikkita chap, o'ng taraf qo'rg'onni yopamiz. Yopganimizning hisobiga u tarafdan odam kelmaydi. Rahmetdagi turgan odam to'yadimi? Ayol kishi bo'lsa turaversin, lekin erkak kishi turgan bo'lsa yoniga yaqinlashmaydi. Biz u erkak kishini aytamiz. Kulli jamoanisa, yallo deymiz, chiqarib yuboramiz erkak. Shu bilan sizni shunday devor bilan o'raymiz. Devor bilan o'raymiz. Devor bilan o'rganimizdan keyin siz aytamiz, bo'ldi Ka'baga yopishavering. Ka'batullohga nima qilasiz borganda? O'zingizni uyingizda joy namozga boshingizni qo'yasiz. Shuni olib turib boshingizni qo'yasiz, duo qilasiz. Ka'batullohingiz, ya'ni qiblagohingiz sifatida boshingizni qo'yasiz, hech qanaqa to'siqsiz Ka'bani oldida turganingiz duo qilasiz. Ilohi bo'lsa la ilaha illalloh Muhammad abduhu va rasululloh. Robbana atina fid dunya hasanat fil oxirat hasanat va qina azobannar. Bilib bilmay qilgan gunohlarimni kechir yo Rabbim. Hozirgi va keyingi qilingan gunohlarimni kechir. Meni yaxshi ko'radigan bandalaring qatorida. Bu so'nggisi emas. Keyinchalik ham Ka'batullohga kirishimni Alloh nasib aylasin deb duo qiling. Farzandlaringlarni duo qiling. Shuninglar keyin 15 minut turasiz, 5 minut turasiz. Men aytaman, almashinglar joy deyman. Orqa tarafingizda turgan ayol bilan shunday almashasiz. Tushundingizmi? U ayol uni ustiga chiqib ketmasin, sabr qilib kutib tursin. Mana ikkitami bu mazza qilib ushlayapti Ka'bani, siz sabr qilib turing. Keyin almashinglar degani bilan keyin joyi shunday almashasiz, bir-biringizga to'yib olasizlar. Shu bilan xotirjamlik bo'lsa, yana almashib ushab turaveradi. Lekin notinch bo'ladigan bo'lsa nima qilamiz? Bo'ldi deymiz, erkaklar shunday o'raymiz, sizlarni olib chiqib ketamiz.